Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 39 soniga xush keldinglar. Bugun biz sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Osmon efendimni bu programmamizga iftixor bilan taklif qilish sharafiga erishdik. Programmamizga xush keldingiz G'ulom Osmon efendim. Hoş bulduk. Aleyküm assalam. Bugun biz mustaqillik ko'rishimizdagi fursat va xiris degan tema ustida G'ulom Osmon efendim bilan suhbat olib boramiz. Bu suhbatni oldi bilan bundaq oddiy bir she'r bilan boshlaydi. Samimiylik. Samimiylik u bir yig'iz so'z. O'xshaydi toshni yerib chiqqan gulga. Purg'i, lazzati, go'zalligi bir umr ko'ngilni qiladi xushbo'y. Ichilishi tas bo'lsin-mu garchi. O'ziga samimiy bo'lish to'liq mushkul ishdir. G'ulom Osmon efendimning hayoti qaraydigan bo'lsak, 10 necha yoshlik o'smir vaqtidan tortib toki hozirgacha o'zi niyat qilgan, aqida qilgan ishni, ya'ni vatani uchun xizmat qilishni to'xtatib boqmadi. Bu insonning o'ziga qilgan eng chong samimiyatidir. Bu vatan qandaqdir? She'r dostondagi dabdabalik vatan bo'lmasdan balki butun hayot badaliga to'xtaydigan vatandir. G'ulom Osmon efendimning vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun berib kelayotgan badallari va qilib kelayotgan xizmatlarga hammamiz shohid. Xayr, G'ulom Osmon aka, siz orliqdan azroq o'qidingiz. Bir mezgil to'rga chiqmadingiz, jamoat orasida har xil g'ulg'ula bo'ldi. Bu sizningki da'vo ishlaringizning suslig'ingizmi? To'g'ri, har xil g'ulg'ula bo'pti. Ülep ketganligimmi deyilibdi. Balkim bir munchalar xo'sh bo'lgandi. Bir xalq naqshi bo'ladigan-ku. Men o'lib tuproqda yotsam, kim meni yod eylesin? Dostlarım g'amkin bo'lib, dushmanlarim shod eylesin deydilar. Shuningdek, dushmanlar to'liq ishonadigan bo'lsa, shu o'lib ketganligimga albatta sanosi edib tantana qilgan bo'ladi. Mening yo'qolib ketishim uzoqqa ishlashga ketib qoldim. Endi boshqa kompyuter, boshqa IP adresi bilan hisoblarga kirgili olmay dunyodan xabarsiz qilib ketdim o'zimni. Belki buningdimi Allohning bir hikmati bo'lishi kerak. Endi siyosiy da'vodan suslash deb qarash albatta xato bo'ladi. Yani bu yo'lda yarim asrdan ko'proq yurib, bugunga kelganda suslab ketishim mumkin emas. Eng muhimi, men siyosiy g'oyani ma'lum natijalarni shart qilish emas, hech qanday shartga bog'lanmagan holda minilgan bir insonman. Yani bu bir arzumiz meselesidir. Şuna g'alaba qila olamdik, natija chiqandi yo'q. Bular hech xayolimga kelmaydi mening. Qat'iy nazarimdan. Bu yo'lda menish kerak. Çünkü bu arzumiz meselesi. Bir arzumiz meselesinde bunun neticesi sürüştü kılınmaydı. Ben ilgili bir videoda dedim, bazılar sual soruğum bu şekilde. G'alaba qilish ehtimolligimiz qanchalik? İşenchimiz bormi deydilar. Bu bir ma'tu savollar bu. Masalan, bizning bir mahbubimizga deylik, ayollar bu nuqtada bek nima Uyg'urlar bek sezgur keladi-ku. Xotini söygüni to'g'risida. Agar mushundaq bir söygen, o'zimiz söygen birisiga bir kuchtungur zo'rlik qilayotgan bo'lsa, qanday qilamiz biz? Nima qilamiz shu vaqtda? Baribir kuchim yetmaydi.
Bär-birine işini kılamayla. Nime kıyıştaysan bu? Demeyimiz. Çünkü o arınımız meselesi olganlık üçün küçümüzün yetediğen yetmeydiğanlık oyluşulmaydı. Onun yüzümüzden atımız. Doğru. Öyle bizni öldürüp bitiş gerek. Onun yağı nemiş kıysa o başka gel. Biz hayat durup, biz uçuk durup, bunun yol koyamayız. Şunaktır. Doğru. Vatanını biz köp çağılda anımız kokuştu. Avazınız yo'qolib ketdi G'ulomka. To'g'ri masalasimi G'ulomkaning ovozi? Onda olgandan keyin agar o bizning söygünümüz olsa, o bizning anımız olsa, bu uçurayotgan zo'rliqqa biz özümüzün küçümüz ve düşmanın küçünü seliştirip ve netije çıkamdı çıkmamdı onu oylap oturduk aşma bu. Kat'i nazar. Biz özümüzün atımız, kolumuzdan kelgenini kılımız ve çokum bunun bijerini işlep alımız, tamamlap alımız, nime kıysak kılımız, bununla yol koymaydıganlığımızı ifadaleyimiz ve şu yolda ülümüz. Vatan degenin işi bu. Şoňlaşka mening bu meselege karışım baştan ahir netijeni şart kılmaydı. Men üzemge düşken bu arınımız meselesideki mesuliyetimni ada kıysam boldu. Netijeni körälsem, köremmisem kat'i nazar. O şart emas. Rahmat. Endi Bu işler aşında anda yani ülüşke boludu. Çekinişke, toxtaşka bolmaydigan bir iş. Endi mening teşebbüsüm, tunuşum, muşunda olgaçka, mening bu yolda yürüşüm hergizmi başkala oylagandek emas. Men körünmesem davadan sulganlıktan dep düşünüş ornuga bunu salametlik, energiya, bolupmu akıl saplıkı bilen münasebetleşip tabir versanlar bundan keyin tam to'g'ri bo'ldi. Tabii halde körünmeslikim mümkün mening bundan keyinki hayatımda hem de qaragandan körünmeslikim mümkün, az görünüşüm mümkün. Onda olgandan keyin bunu qaralıqtaki küçsüzlük tüpeyle dep düşünüş başka çağdakidek ondan nurgun işga yetişemeslikim mümkün. Endi bulapmy akli taňpoňluk ýokalyşga başlagan wagtda oturdy körünüş paýdasdan ziynat bola bir iş boldy. Galaýmagan sözler goýuş, ýeri-mäserlik, akidege muhalif sözlerni kılış digendek hem de burunqydek görünmeslikim ras. Görünmeýmem de inşallah. Başka işlerimmi yeterlik. Ama bu körünmeslik bilenler davadan ıslaganlık olmaydı. Rahmat. Sizga şundaq yolni tanlapsiz, ammo sizning ko'ringaningizningki foydasi ko'rinmaganingizdan ko'p bo'ladi asli. Xayr. Bizningki hamkorlik munbirimiz qurildi. Oldimizda bu hamkorlikning kuchini ko'rsatish xalqimiz tarafidan taqozolik bilan kutilmoqda. Sizce qandaq bir harakat bu hamkorlikning kuchini namoyon qila oladigandir? Sizce oldimizdagi 5-iyul namoyishi bunga bir fursatmi? To'g'ri, men mustaqillik tarafdori tashkilotlarning birlikda bir munbar qurganligidan xabar tepib xursand bo'ldim. Shunisi hammasimi emas, bir qismi ekan. Yana da bo'ladi. Bu bir ilgirlash. Burunlarda bunda bir kelishmi
tasavvur qilinmaydi. Bu minbar xalqimizga umid berishi cho'qim. Maqsad o'xshash ekanligi rost bo'lsa, buni har fursatda harakatni ko'rsatish kerak. Deganimizdek 5-iyulda bu birliktelikning tunji ifodasi ko'rilsa ekan deymiz. Bunun o'xshash sonsiz fursatlarda birliktelikni amaliy harakatda ko'rsatish kerak. Talashayotgan nima? Buni aql bilan o'ylamoq lozim. Talashayotgan zada nima? Agar oxirgi maqsad o'xshash deyilgan taqdirda o kadar büyük bir maqsadning oldida talashadigan nima? O halda buni harakatda cho'qim ko'rsatish kerak har fursatda. Niyatda oliliq bo'lmaganda niyatda oliliq bo'lmagan ahvolda o'xshash bir harakatni birlikda qilishning kimga ziyni? Buni tushunmak lozim. Siz burunmi degan har qanday namoyishga bizning ko'k bayrog'imizni chiqargan bo'lsa, hammalarning qatnashgan to'g'ri bo'ldi deb. Oldimizda bu fursat bor, 5-iyul. Bu qitim bu suslayotgan namoyishni necha yildan beri ozroq suslab qoldi. Bu qitimliq hamkorlikning kuchi bilan bir o'tirib chiqsak, bu bir cho'ng bir natija bo'ladi. Shundaqmi sizning deganingiz bo'yicha? Tabii. Bu kim boshladi bu namoyishni? Bu muhim emas. Muhimi u yerda ko'tarilgani ko'k bayroq bo'lsa, tovlangan shuvar bizning shuvarimiz bo'lsa, unga qatnashmak, uni obod qilmak lozim. Uni yetim qoldirish bu vijdoniy mas'uliyat. Yalğız tashlash. Palani manda qilibdi. Apokoni ya bu ko'k bayroqni ko'tarib chiqib mustaqillik shuvari tovlayotgan bir namoyish palanining pustanini olmaydi. Hammamizning bo'ladi bu. Agar tabiatimiz bo'lsa, azroq vijdonimiz bo'lsa. Rahmat. Oldimizda cho'ng bir fursat bor ekan, hammamizningki o'zimizni namoyon qildigan ham tashkilotlarningki endi yana siyosat to'g'risida so'zlaydigan bo'ldik. Bizningki Haqqan Fidanninki Xitoy ziyorati to'g'riliq siz bir ozroq gapirib bergan bo'lsangiz, bu nurg'un g'ulg'ul qo'zg'adi, ba'zilar qo'lladi, ba'zilar qarshi turdi. Burunqi o'xshashlar bu qitim Haqqan Fidan yana bir qitim Xitoyga ziyorat qildi. Buningki natijalar to'g'riliq, sizning o'ylaganlaringiz to'g'riliq. Haqqan Fidan Xitoy ziyorat qildi. Zaydunda ziyoratni qilib kelyotdi Turkiya halidan beri. Ba'zilar Sharq Turkistonga bordi. Sharq Turkistonga berishmi Turkiya yuqori tabiqisining tunji qatimi emas. Ahmet Davutoğlu borgan, Erdo'g'an, bu Haqqan Fidan. Ammo mening ko'rganim bu to'g'rilarda o'xshamaydigan boshqa nimani ancha ko'rmadimmi, bormi, yo'qmi? Hammasi shumi bilmadim. Ammo menga ko'ringani barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar bu ziyoratni xayrga alomat deb qaramayotdi. Mening qarashim boshqacha emas. Endi men Turkiyada yashaydigan qarindoshlarimiz ko'p chaqildi bu Turkiyani balalarcha aqlaydigan bir qiliqi bor, bir advokat. O to'g'riliqmi to'xtaldi. O Turkiya yashashga izin bergan bo'lsa, cho'ng bir ish emas, bir demokratik davlatning majburiyati u. Qardosh deyotgan bir ahvolda. Men qardosh emas, g'aribmi panohlik berayotganiga selishtirmak lozim. Taxi bo'lib pul bilan panohlikni. O'zi oyoqda turib olganga qadar pul berib turib. Turkiyada u yo'q taxi. U ahvolda bekor bu xushomat ortiqcha.
endi bu temaga qaytsak, umuman Cumhuriyet Türkiye'si hiç kaçan Şarkı Türkistan davasını qo'llab baqqan emas. Hatta Şarkı Türkistan davasılar emas, umuman Türkçülük davasını qo'llab baqqan emas. Köpçülükki ma'lum, burun Sovet İttifaqı davasından kaçkan Türkçüler aldı bilen Türkiye'ni pana tatip gelişti. O kardeşini biz deymiz ma dövleti bulmagan biçarlar deydi onu. Deydi bunu. İhtiyacı o Allah'tan deydi bunu. Ama Türkiye'ninki ağızdaki gap yalan. Şunlaşka Orta Asya'daki Türkiye halklardan, siyasi davacılardan kaçkanlarımı 20. yıllarda kardeş degan elik tuygu bilen aldığı Türkiye'ye gelgen panatlar. Yani Orta Asya'da kurulgan müstakil Türkiye devletlerinin kurguçuları. Mesela Zeki Velidi Toğan, Osman Hoca, Mustafa Çokay katarlık devlet adamları Türkiye'ye kaçkan. Türkiye ularning Sovetlerge karşı siyasi faaliyet kılışıga yol koymaganlıktın. Ve Sovet'nin öç elişidin korkup ularni baskanlıktın. Ular faaliyet merkezini Fransiyada ta'sis qilib, andan Yosh Turkiston jurnalini Fransiyada nashr qildi. İqtisodiy yordam Polshadan kelgan. Polsha Prometey nomli bir proje ustida Turkiyadagi qochoqlarning shu nimaning Turkiyadan uyaga qochgan Buxoro Qo'qon Jumhuriyatining beshidagi adamlar. Bularning qarshilik harakatlarini, dava harakatlarini iqtisodiy yordam bilan qo'llagan Polsha. Prometey bilasizlar, Yunan efsanelerinde insaniyetke otnek gelgen bir ilah. Yani yoruqluq ve ısıqlıqni simbol kılıdı o ot değil. Otnek gelgen dep qarşı. Şunun namı bilen atalgan bu proje. Endi Türkiye'deki kaçaklarının kançılık rahimsizlik bilen Sovetlerge ötküzüp berilgenligini mi köpçülük koptan bildi. Keyinki çağlarda hatta bu tekrar oturup çıktı, bu şu bayan kıldı birisi bu vakalar. Yani şu Sovet tevasıdan kaçıp kardeş bizni qo'g'daydi deb kelgan Türkiye rahimsizlik bilen Sovetlerge ötküzüp berdi. Chegirdan ötmey atkan Sovetler ularni. Doğru. Hatta kuchaqdagi balllarını koyup ketish için yalvarışkan. Biz ketinemiz, ballarımızda hep kal. Ya Türk qarindoshlarimiz haqiqatan da onu beqivelishga razı olgan. Ballarını biz beqivalani dese unumagan, hükümet. Doğru. Kuchaqdagi ballarını şunu ruxsat qilmagan. Poyez qo'zg'algandan keyin ba'zilar ballarını poyezdning beri istidan sirtqa tashlagan. Boshqa kadar evvallah o. Bu vakani bugünkü kamalistlar yoki millatchilar İsmet İnönü'nün zamanında bo'lgan de Mustafa Kemal'ni aqlash ko'rinadi. Lekin ta'liyning jilvisimi yoki haqning aman oshkoralanganligining belgisimi har holda keyingi chog'larda Atatürk'e qarshi tarafdagi birlari bir video e'lon qilib, atalmış al bayroqdan ko'p bayroq salam hikoyasining hafta beshirasida chiqib tashlandi. Hüccetler şunu gösterdi ki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna Türkiye gumani közde qaradı. Angliyanın oyunu oluş ihtimallarını ilgari sürüp bu yeni tevellüt qilgan konu devletinin müstakillik ilanını düşmanlık meydanı ifadeligen. Hükümet hüccetleri de. Yani hükümet hüccetlerini gösterdi bir şu videoda. Hali köpünlü körgen boluşun olamaz.
Demek Atatürk'nün mü yağlap ketken tayinlik ekenligi aşkarlandı. Ama o bunu işenmeydi. Ne için işenmeydi desenler? Ma can tükkende Batır Tuladı, Dana Uluğa'nın kitap oylap kalmalar. Bunun sebebinde Osmanlı şahzadelerden Abdülmecid herhalde ismi ve defterimde baktı ismimi. Şahzade Abdülmecid 30. yıllardaki halk kozgulanları kızıgan zamanda bu haberini anlayıp Şarkı Türkistan'a bağlan. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulganda bu şahzade Kaşgar'da. Osmanlı hanedan əzalarının Türkiye'den qoğlap çıkarılganlığını emmanlı bilisizler. Atatürk ulanı sürgün kıygan çatlarga. Bazıları açlıktan ölgen. Şahzadeler, melikeler. Açlıktan. Bazı devletlilerin maaş bağlagan. Yanalar aşını padişahı olabilir. Aş çatteldi mi aramıda koymay burmuncu devletinin iktisadını sarıp kılıp Atatürk uluna çatteldi mi takip kıygan burmuncu jas acırtı. Çatteldi mi onun haddi hareketlerini yani mağa karşı hareket uyuşturup otamdıkin bir endişe bilen çatteldi mi takip kıygan. Takipte çokum ki Şahzade Abdülmecid'nin Kaşgar'a ketkenligini bilmey kalmaydı. Bir Osmanlı hanedanının bir şahzadesi Kaşgar'da degenlikning özü ve akıdın köp ötmey bir İslam Cumhuriyeti'nin müstakillik cakalışı bu gumanxor adamını çokum gumanlandırdı. Bunun akısta Osmanlı vaken degen endişe çokum bolmay kalmaydı. Bu halde kanda kollaydı. Ben netçisi bilen talaşkandım ben öz vaqtida şu Türkli bilen. Bu Atatürk'ün kolluşu mümkün emas. Bu arada gumanlık ile de ayada bir şahzade var. Bu şunun kıyga işi degen gumanlık asıllan bu işini kollamaydı o. Mümkün emas. Talaşkan. Ula belki set kapı ula pididigan boğaçka ilmi muamil kılmay. Bu laptisinin arasında koygan. Yakşı ki bu video oturup çıktı. Del aşında oldu. Hem de bu çağlarda Xitayla yüzü aran turvatkan çağlardı. Yapılanın tecavüzü vardı ve Xitayla özlerimi militaristlik bir bölünme haletteydi. Ülke. Birlik kilenmegen, toluk birlik kemmegen Xitayla. Her bir militaristnin üzünün armiyası var. Her birisi üzünün ülküsüdür padişah. Bir halet. Küçsüz bir haletdi ki Xitay geldi. Türkiye'nin korkuşuğa hacet yok idi. Xitaydan korkap kollumu deydiğinge ihtimallık yok. Ama Türkçülükni kollaganlığı dep karalsa Sovet İttifakının ölçülüşünden korkup şunçilik ihtiyatcan bolar. Türkiye'de diktatörlük ahırlaşıp tedirici demokratiyaga qarap menişinin devir bölgüç devri 50. yıllar Adnan Menderes hükümeti başlandı bu demokratiya. Bu devir bölgüç 50. yıllardan keyin mi gerçi NATO azalığı bilen bir müdafiye küllüğü asılıp kirgen buluşup qaramay yenilik okkan. Hiç kollaş meydanında bulmadan. Türkiye'nin panalık verişleri olsa demokratik düzümlerde asas kanunda belgelengen bir prensip.
Bunu qarindosh bo'lmagan g'arb davlatlarimi qilayotgan bir ish. Shunga buninglik bilan Turkiyani aqlaydigan qarindoshlar oldi-keyiniga qarabroq gap qilsa bo'ladi. Bugungi kelganda Turkiya Xitoylarga mahkam bog'landi. Qarzga patdi. Xitoyning qarziga petib qoldi. Ak Partiya hokimiyatini yo'g'on so'zlayotgan barliq cho'ng qurilishlarning hammasi va Xitoy mablag'i bilan maydonga kelgan. Binali Yıldırım'ın öz ağzı bilen sözlügen videosu var. Ak kıldık, köp kıldık. Xitoyning parası bilen itiraf qilib cho'ng qurilishlar. Qarzdorlik Turkiyani Xitoyning qo'lcho'muqiga aylantirib qo'yapti. Bu hal kun sir ig'irlab bormoqda. Mushunda bir vaqtda Hakan Fidanning Xitoy ziyorati nimani ko'zildi? Sharq Turkiston ziyoratidan maqsadi deyman. Buni amaliyat ko'rsatdi. Oldimizdagi amaliyat ko'rsatdi. Xitoylar irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirib, o'zini oq ko'z tish tashviqotiga vosita qilish uchun islom davlatlaridan ziyorat yo'maklar taklif qilib tashviqot dasmoyisi qilgandek Turkiyaning og'zi bilan oqlash tashviqot qilish uchun bu ziyoratni o'rinlashtirilgan bo'lishi mumkin. Balkim texmi ig'irroq, ya'ni quruqdan quruq tashviqot emas, texmi ig'irroq chatoqlari bo'lishi mumkin. Qisqasi buningda hech qanday xayrga alomat yo'q. Doğru. Buni Salih Xudoyermi program ishlab, shu bizning programda chiqib, nihoyat tafsiliy tanishtirgan, so'zlab tushuntirgan. U programning ko'rish nisbati nihoyat yuqori bo'ldi. Bizga kelgan inkaslarda ba'zilar buni qat'iy tushunmaydiganda, faqatla shu bir ko'k klassik taqig'ini bilan berib, bir ozroq turkcha so'zligini bilan, qardoshligini bilan qo'shilib, hayajonlanib, kam deganda shu bir Qashqarda qari ayol bilan so'zlashdi, o'smirlar bilan ko'rishdi degandek. Ammo siz dedingiz, Salih Xudoyer dedi, bu asli siyosatning tegi boshqa bo'ladi. Tarixdan o'ylab kelgandami, bizning jumhuriyatni qo'llamagan, bizning hech qanday siyosatni bizga foydali hech qanday manfaat qo'llamagan. Shunga buni aql bilan o'ylashimiz kerak ekan. Bu qitimli Qurbon hayitda Xitoylar vatanda Qurbon hayit muborak degandek tabriklashlarga yo'l qo'ydi. Buni necha yilda bir qilmayotgan. Bu Xitoy siyosatining bo'shig'ining bishoratimi? Vatanga berib kelguchilarning ko'plishi, berib kelganlarning ko'plishi bizga qanday oqibat olib keldi? Xitoylar bir siqib, bir qo'yib, bir urib, bir silab psixologiyada xato xulosiga boshlashni odat qilib kelgan. Xitoylar zulmda bir cho'qib chiqqan bo'lsa, keyin qaytganda boshlanish nuqtasi qaytmaydi. Bunga hech kim diqqat qilmaydi. İnsan balası shunday. İnsanlar bugungi kunini tunigunga solishtiradigan bo'lg'achqa, xeyli yenikligandek his qiladi. Tunigunga solishtirgandiki, shunday bo'ladi buni. Mana bu psixologiyalik yanglıştırış yelisi. Ben bu haqda Aynak nomli kitobda 98-yilda bir maqolada Xitoylarning hukmronlik usulini sharhlab o'tgan. İnsan balası en qattiq siqilishga duch kelgandan keyin ki bo'shashni ozodlikdek o'ylab qoladigan bo'lsa-mu, hech qachon boshlanish nuqtasidagi holatga selishtirmaydiganligiga oid psixologiya kitoblarida birmuncha qiziqarli misollar uchraydi. Ammo men maqolamda buni turmushning eng aqalli moddiy sharti bo'lgan nam bilan tushuntirishgandim. Ya'ni sizning har kuni yeydiganga 10 naningiz bor. Dijeningizga 10 nan to'g'ri keldi sizga. Bir kunlarda Xitoylar bulardan 3ni tortib olib, 7ni qoldirdi. Siz qaqshab yurgan kunlarda dabdabalik tashviqotlar bilan neningizdan birini qaytarib berdi. Nan 8 bo'ladi. Siz buni 7ga selishtirib shukr qilasiz. Hergizmi başlanışdaki 10'ga selishtirish aqlingizga kelmaydi. Bu shu yo'sin davomlashadi.
yana bir dolqunda neniniz 5 küçüşür. Bunundan dertlinisiz, keyindan sizge g'amxo'rlik qilinadi da non soni 7 ko'paytirildi. Siz darhol partiyaning shaqqatiga hech qanday yetishga boshlaysiz. Ammo ko'p o'tmay boshlanadigan yana bir siyosiy harakatda nenimiz 2ga tushiriladi. Orqasidan keladigan g'amxo'rlikda non 3 qilib beriladi. Va 3 vaqt tamoqqa 3 non eng mantiqli emasmi deganga ishontirilasiz. Partiyaning donoligidan ta'sirlanasiz. Pah deysiz, partiyaning donoligi odamga 3 vaqt yeyish kerak. 3 vaqt uchun 3 non top to'g'ri emasmi? Lekin bu to'g'ri norma o'lchimi shu yerda turmaydi. Bir kun so'ng tamoman elib sizni o'lim bilan yuzma-yuz tashlaydi. Arqadan yana bir g'amxo'rlik siyosati keladi-da, bir non iltifot qilindi. O'lib qolmasligimiz uchun bunmi bo'ladi deysiz, qabul qilasiz. Bularni hech qachon boshlanishda Xitoylar g'amxo'rlik qilishni boshlamagan chog'da o'nlarimiz obat emasmi degan yerga selishtiray demaysiz. Bu qatimqi yumshash yoki bo'shash atalmış chet eldagi muhojir Uyg'urlar uchun yo'lning ochilganligi amaliyotda boshqa qaytish olmasdan tunugungi zulmning biror turi to'xtaganligidir. Tashviqotlarni rast qilish ehtiyoji chet ellardagi munofiqlikqa tabiati yaqin insonlarni jalb qilib olib kirib, yana quloqlarni ko'paytirish ehtiyojidan maydonga kelgan yana qopqondan boshqa narsa emas. Asli tabiatidan aytganda Uyg'urlar uchun hech narsa o'zgarmaydigan bo'lsa-mu, oxirgi 2 Uyg'ur qog'ichimi Millatlar Ittifoqi chang ta'birlari chelishni davom qiladi Xitoy. Va oxirgi 2 Uyg'urning birisiga yana birisini o'ltirgizayotgandan keyin ondan eng oxirgi biriga rostini deb qo'yib o'ltirishi mumkin. Yoki shu chog'da yana shirin gaplar bilan uni go'llab, qabrisini o'ziga ko'litib, ondan o'z puti bilan qabriga mang'izib olib borishi mumkin. Mana bu Xitoydir. Xitoy mana buni mushunda bir millat. Bu ishonadigan turdagi emas, mana mushunda millat Xitoylik. Vatanga berib kelguchilarning ko'p bo'lishi, qaytib chiqqandan keyin quloqlarning ko'p bo'lishi vaziyatini yapti. Shundaqla Sharq Turkistonning siyosiy da'vosidagi nurg'un iddaolarni yolg'onga chiqaradi. Biz bu davomizda zulmning turlari deb anglatilayotgan bir munch turlarni mana bular yolg'onga chiqardi baş chet elliklarning ko'zida. Mana shunda foydalari bor. To'g'ri, buni siz burunmi bir qatim degandingiz. Berib kelsa, buningki faqat yaxshi bo'lmaydi, bizning da'voga nurg'un ziyon keldi deb. Hozir bular berib kelayotganlar chiqlatdi. Bir fursat chiqqandan keyin berib keldi deb tushundiganlarmi chiqlatdi. Amaliyotda bu cho'ng bir to'zoq. Uyg'urlarga, Sharq Turkiston xalqiga hech bir foydasi yo'q. Endi hozirgidek vatan ichida Xitoylar yolg'on tashviqot bilan yasalgan yashatlikni bozorga silayotgan, vatan sirtida kishilik huquq huzuri bilan mustaqillik davosini oqsitayotgan hamda qurultoyning jinsiy parogandachilik voqeasidagi sharmandachiliklar o'ttirg'i tashlanayotgan vaziyat mustaqillik ko'rishimizga bir fursatmi yoki xirsmi? Ben halbuki atalmış o'lib ketgan bu 40 kunlik vaqtda bo'lgan ishlayken bu ba'zilar men uni ujurdan alat xabarsiz aytavr bu gaplarni qo'yib turgan taqdirdami siyosiy deganda xirs va fursat bir tuqqan bo'ladi. Xuddi tijoratda foyda bilan ziyon bir tuqqan deymiz-ku.
siyosiyda fursat bilan xirislar bir tuqqan. Yoki xiris yoki krizis bir tuqqan. Mesela siyosiy yo'llarimizning krizislarni, xirislarni qanday qilib fursatga aylantirishni bilishiga bog'liq. Ziyonliq bo'lgan bir natijani foydali tashviqotga dasmoya qilib ishlatgan bo'ladi. Tashviqot yana bir yaqadan burmulash san'ati deyishga bo'ladigan bir faoliyatdir. 10 adımınızın o'lganligidek bir natija aslida siz uchun mislsiz yo'qotish. Tugashganligingizning amaliy sahnasi bo'lishib qaramay, uni dushmanning zolimligining dalili qilib ko'rsatib, pakitlik bir tashviqot to'lqini ko'tarishga yaraydi. Deylik-ki, Daeshlar bir necha chattal muxbirini tutib olib, kallasini kesib, ko'rinishlarni video orqali tarqatdi. Bu boshqalarga qo'rqinish selish tashviqoti bo'la olgandek, Daeshlarning vahshiyligiga dalil bo'la oladi. Maydonga kelgan voqea har qancha foydasiz bo'lgan chog'lardimi, siyosiylarning mahorati bunday foydasiz amaliyotni qanday qilib foydali kayfiyat yaratishga ishlatgani bo'ladi deganni darhol idrok qila oladigan bo'ldi. Siyosiy yo'llik bir xil tug'ma xususiyat bo'lib, biror tashkilotga, partiyaga saylanib olish bilan bo'lib qoladigan narsa emas. Saylanib olsangiz bir rais bo'lasiz, başka olursunuz, müdür olursunuz yoki direktor olursunuz. İsminiz olurdu fakat. Ama siyasi bo'lganingiz emas. Bu tug'ma o. Siyasi yo'llik. Bir xil xarakter o. Tarixda bunun bir muncha misollar mavjud. Bu xirislarni, krizislarni yoki xafalikni umuman fursatga aylantirish, o'ziga foydali qilib qo'llash. Masalan, Gitlerning Myunxen pivoxona o'zgarishi mag'lub bo'lgan, qo'lga ilingandan keyingi sotni o'zining g'oyasi, karizmasi, ta'siri va talantini bozorga solishning yaxshi fursatiga aylantirgan. Gitlerning sot so'zlagan nutqi bor. Dahshat. Sot uni jinoyat sifatida ayiblash uchun qurilgan maydon bo'lsa-mu, Gitlerning o'zini isbot qilishi uchun fursat ta'min etgan. Sotni ko'rayotgan xalq Gitler uchun cho'qon ko'tarishgan. Sot uchun emas. Sotni uyushtiruvchilar pasportga chiqib qoldi. Nayt apski Uyg'urlar ichida o'zini xeyli siyosiy deb xiyol qiladiganlar oz bo'lmasinmi? Tug'ma xarakterida siyosiy xususiyatlari bo'lgan kishilar ya yo'q. Yoki ularning o'rni rol elishga uyg'un emasligidan ko'milib qolgan vaziyatda. Undan keyin xirislar, krizislar bizga faqat ofat deb keladi. Biz onu fursatga aylantira olmaymiz. Yoki uni fursatga aylantirishni biladigan mahoratli liderlar yo'q. Rahmat, siz bir siyosiy aqlni o'rgatdingiz. Bizning shunday liderlarimiz chiqsa, bizni boshlab maqsa degan umiddamiz. Sizmi bu munbardan ayrilmay davomli bizga so'zlab bersangiz ham yaxshi bo'ladi. Biz oxirgi sanamiz xo'shlashamiz inshaalloh shu bugun xo'shlashganimiz yani. Biz yana tirishimiz, balkim sizning ideyangiz o'zgarib qolar. Bunda xo'shlashsak pek burun ketadi. Sizningki necha yildan siz dedingiz, yarim asrga yaqin men tirishib aqidam uchun kurash qildim deb. Bu ornamus masalasi bu yanadigan har qancha mag'lubiyat bo'lsa-mu yanadigan masala emas deb. Mush meningki bir tashabbusim bor. Agar mush siyosatni o'rganmoqchi bo'lgan, Xitoyni bilmoqchi bo'lgan bo'lsa, sizningki hozirgacha yozgan kitoblaringiz,
maqolalaringiz, onundan keyin so'zlagan videolaringizni anglasa, buningdan bir sistemlik bir bilim chiqadi. Hatto sizningki yozgan romanlaringizni, masalan, shu nurg'un roman yozdingiz, nurg'un adabiy asarlarni o'tirib chiqardingiz. Shuni o'qisami, ashning ichidami bir xil vatanparvarlik, bir insonparvarlik, insonning haqiqiy mohiyatini ichib bergan bir narsalar bor-da. Bu bizga nihoyat cho'ng bir bilimning buliqi bu, aqlning buliqi. Endi siz davomliq shundaq bir so'rinlarda, shundaq bir maydonlarda o'zingizningki ideyasini bizga tashviq qilib kelyapsiz, bizga tarbiyalab kelyapsiz. Ammo bugünkidek so'rinda bu oxirgisi desangiz, bu biz qabul qilolmaymiz ekan. Shuni yana o'ylashimiz bu tarafini. Yana bir fursat bo'lib qolar deb o'ylaymiz. Biz Bu oturup çıkıp görünmegen yılla albatta işimi kılmaganlık olmaydı. Bir tane işim var. Bir sürü kitap var teyarlaydıgan taşı. Men ilep ketkişe kalladan ayrılgıça onu teyarlap neşerge hazırlap koymuşsam o çalıp etkiası başka bir sıkılmaydı onu. Kılıngan işi yeterlik. Bu cemaat görünüş şart emas. bo'ladi. Bizning odatda biz programmani 45 minut ichida kontrol qilib kelayotgan bugun nihoyat yaxshi bo'ldi. Siz nurg'un narsalarni bizga bilim berdingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bizni yana shu o'rtaq Evet. aqidamiz uchun o'rtaq Gellegim hemmenle rahmet. Xudo buyursa yana ko'rishamiz. Bugungi programmaga vaqt ajratgan barliq ko'rmanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Kelar qatamliq programmamiz e'londa bo'ladi. Xayr xo'sh. Allohga emanet.